Polshaga qanaqa qilib keldingiz? Konsalting orqali, sizlar orqali keldim Polshaga. Qaysi universitet uchun? Vincent Pol uchun. Kontrakt uchun qancha to'ladingiz? 2200 euro. Aha. 2200 to'ladingiz kontraktga, to'g'rimi? Sizga universitet yoqdimi? Universitet yaxshi, zo'r, unaqa qiyinchilik ko'rmadim hali universitetda. Hammasi o'ziga bog'liq ekan. Lyublin shahri sizga yoqdimi, yo'qmi? Lyublin zo'r, yoqdagi. Ancha o'sish bor. Transport nimalari, boshqa jihatlar hammasi yaxshi, yoqdi. Ishga ishlayapsizmi, yo'q qo'yapsizmi hozir? Ishlayapman. Ishlayapman hozir yaqinda. Endi ishga kirdingiz? Endi ishga kirdim. 2 oy qidirdingiz baribir. Ishga kirish oson emas. Yo'q, ishga kirish endi peshanada ekan. Misol ba'zilar kelib bittadan ham ishga chiqib ketishadi. Misol ba'zilar hujjatlari cho'zilib, misol uzog'i 2 oyda, misol 2 oy shunaqa. Talabalarga bu yerda qancha to'lashadi soatiga? Talabalarga hozirgi kunda 30 zlotdan to'lashyapti. Misol bu 30 zlot qaror yaqinda chiqdi. Misol hozirda 27 zlotdan olyapmiz, keyingi oy 30 zlotdan bo'ladi soatiga. Shunaqa bo'ladi. Oyga qancha xarajat qilasiz? Oyga 2000 zlot zo'r yashashga yetadi. $500. 500 dollar. 2000 zlot zo'r yashashga kelmoqchi bo'lgan talabalarga nima maslahat berasiz? Polshaga kelmoqchi bo'lgan talabalarga kelinglar, ko'ringlar sharoitni, oldindan misol bir nima deyish qiyin. Hammani nimasi o'ziniki qo'lida. Nima? Ba'zilarga yoqmayapti, qaytib ketishyapti. Ba'zilarga yoqmayotgan sabab misol ular musofirchilik ko'rmagan, menimcha. Kam ko'rgani yoki bo'lmasam qiyinchilik ko'tara olmagan deb o'ylayman. Shu misol aytadi, musofir bo'lmagan uchun musulmon bo'lmaysan. Bu qiyinchilik hamma joyda bor. Sekin-sekin asta yengib o'tish kerak bu narsalarni. Shunaqa deb o'ylayman. Rahmat kattakon.